Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Tinchlik bu eng bebaho ne'mat. Afsuski bugun dunyoning ayrim nuqtalarida dinni niqob qilib tinchlikka rahna solayotganlar ham bor. Bu esa turli e'tiqod vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlik aloqalarini mustahkamlashni tarixiy zaruriyatga aylantirmoqda. Bugun poytaxtimizda aynan mana shu maqsadda tinchlik dunyo dinlarining muhim tamoyili mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Anjuman yakunida ishtirokchilar tomonidan tinchlik va hamjihatlik deklaratsiyasi qabul qilindi. Tafsilotlar muxbirimizning hozirgi reportajida. Yurt tinchligi mamlakatimizning, xalqimizning ham yillar balki asrlar davomida shakllangan asosiy qadriyatlaridan biri. Shundan kelib chiqib konferensiyaning asosiy diqqat markazi tinchlik mavzusiga qaratildi. Unda yurtimizda faoliyat olib borayotgan 16 ta diniy konfessiya vakillari, olimlar, milliy madaniy markazlar rahbarlari, talaba yoshlar, shuningdek xalqaro fond mas'ullari ham ishtirok etishdi. O'zbekiston ko'p millatli mamlakat va unda istiqomat qilayotgan barcha millat vakillari o'zaro hamjihatlikda yashab kelmoqda. Bugungi anjumanda nafaqat din va millat vakillari, balki ko'zga ko'ringan olimlar, ekspertlar ham ishtirok etmoqda. Bundan ko'rinadiki, endi bizda keng qamrovli ilmiy almashinuvni amalga oshirish vazifasi ham ko'ndalang turibdi. Umid qilamanki, bugungi bildirilgan takliflar, mulohazalar kelajakda amaliy natijasini beradi. Muhokamalar davomida O'zbekistonning diniy bag'rikenglik va konfessiyalararo hamkorlik modellarini samarali joriy etish tajribasiga alohida to'xtalib o'tildi. Yakunda esa global tinchlik, o'zaro tushunish va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tinchlik va hamjihatlik deklaratsiyasi qabul qilindi. Bu diniy konfessiyalarni tinchlikni mustahkamlashga qaratgan o'zlarining pozitsiyalari deb hisoblasak bo'ladi. Va bu deklaratsiya keyinchalik boshqa konferensiyalarda ham balkim alohida e'tirof etadigan bir hujjat sifatida ko'riladigan umiddaman. Va bu tadbirimiz nafaqat yurtimizda, keyinchalik mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasida va qolaversa Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar orasida ham targ'ib qilinadi. Tinchlik yo'q joyda taraqqiyot bo'lmaganidek, diniy bag'rikenglik bo'lmagan joyda ham ijtimoiy barqarorlik bo'lmaydi. Shu bois tadbirda konstruktiv muloqot, ko'p tomonlama hamkorlik, ma'rifat va o'zaro hurmat orqali barqaror tinchlik va ijtimoiy hamjihatlikka erishish mumkinligi ta'kidlandi. Muxlis Abdujalil va Abdulaziz Abdusamatov Hudud informatsion dasturi uchun.